Assalomu alaykum hurmatli mutaxassislar. Navbatdagi mavzuyimiz avtomobil yo'llarini qish mavsumida saqlash tamoyillari haqida bo'ladi. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Kirish qismi avtomobil yo'llarini qishda saqlash tamoyillari. Ushbu idoraviy qurilish normalari umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llariga taalluqli bo'lib, qishki paytda umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarining ta'mirlanishiga qo'yiladigan asosiy talablarni belgilaydi. Qishki paytda yo'llarning to'g'ri ta'mirlanishi avtomobillarning belgilangan tezlikda va yuklamalar bilan xavfsiz va qulay harakatlanishini ta'minlash borasidagi masalalarni ochib beradi. Yo'llarni ta'mirlash paytida tabiiy muhitni saqlash bo'yicha asosiy qoidalarni o'rnatadi. Ushbu qishki paytda umumiy foydalanishdagi yo'llarni ta'mirlash bo'yicha yo'riqnoma idoraviy qurilish normalari, keyingi o'rinlarda yo'riqnoma deb ataladi. O'zbekiston Respublikasi Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasining yo'l ekspluatatsiyasi tashkilotlari va ta'mirlash hamda umumiy foydalanishdagi yo'llardan foydalanish avtomobil yo'llariga qarashli korxonalar uchun qo'llanilishga mo'ljallangan. O'zbekiston Respublikasining umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari mamlakat transport tizimining tarkibiy qismi bo'lib, avtomobillarning mo'ljallangan tezlikda va belgilangan yuklamalar bilan yil davomida tinimsiz, qulay va xavfsiz harakatlanishini ta'minlash uchun xizmat qiladigan inshootlar va qurilmalar kompleksini tashkil etadi. Avtomobil yo'llari servis obyektlari tomonidan tegishli holatga keltirilgan bo'lishi va me'yoriy hujjatlar talablariga, shuningdek ushbu hujjatning qoidalariga muvofiq ravishda yo'l harakatining xavfsizligini ta'minlash va texnik jihatdan tartibga solish vositalari bilan jihozlangan bo'lishi lozim. Asfalt-beton qoplamalarning yemirilishi deyarli yil davomida, ayniqsa yilning o'tish fasllari paytida sodir bo'ladi va bunda kuz-qish bahorgi fasllarda yo'llarning o'yilgan joylarini ta'mirlash zarur bo'ladi. Ta'mirlab bo'lingan yo'l qoplamalarining xizmat qilish muddatini uzaytirish uchun yanada qulayroq yotqizilishga ega bo'lgan va fizik-mexanik xossalari yuqori bo'lgan materiallardan foydalanish zarur bo'ladi. Avtomobil yo'llarining zaruriy transport foydalanish xususiyatlarini ta'minlash uchun yo'l xizmati tashkil etiladi. Yo'l xizmati tomonidan amalga oshiriladigan ishlarning turlari va tarkibi avtomobil yo'llarini ta'mirlash va saqlash bo'yicha mavjud bo'lgan bajariladigan ishlar klassifikatsiyasi tomonidan belgilanadi. Avtomobil yo'llarini qishda saqlash ishlari avtomobil yo'llari hamda yo'l inshootlarini yilning qish davrida avtomobil harakatini uzluksiz va xavfsiz ta'minlash shartlari bo'yicha yo'l qo'yiladigan talablarga muvofiq ularning holatini doimiy saqlashni ta'minlashdan iborat. Avtomobil yo'llarini qishda saqlash ishlari tasdiqlangan xarajatlar smetalariga muvofiq qishki mavsumida hamda yil mobaynida avtomobil yo'llari va yo'l inshootlarining barcha elementlari hamda inshootlari bo'yicha avtomobil yo'lining butun uzunligida muntazam ravishda amalga oshiriladi. Avtomobil yo'llarini qishda saqlash ishlarining xarajatlar smetalari qonunchilik hujjatlari talablari asosida ishlab chiqilib, buyurtmachi tomonidan tasdiqlanadi. Avtomobil yo'llarini qishda saqlash ishlari tarkibiga kirgan ishlar turiga qarab yil mobaynida amalga oshirilishi, xarajatlar smetalarida ko'zda tutilishi va moliyalashtirilishi mumkin. Avtomobil yo'llarini qishda saqlashga quyidagi ishlar kiradi. Qordan doimiy himoya qilish inshootlari, ya'ni devorlar, panellar, ko'tarmalar va qorni ushlash to'siqlarini tayyorlash, o'rnatish va ta'mirlash, qordan himoya qilish inshootlariga qarash, vaqtincha qorni tutib turadigan qurilmalar, shchitlar, to'siqlar va to'rlar tayyorlash, o'rnatish, qayta o'rnatish, tiklash, qorni tutib qolish uchun qorni ushlash to'siqlari va xandaqlar barpo etish hamda ularni vaqti bilan yangilab turish, avtomobil yo'llarini qordan hamda qor uyumlaridan tozalash, yo'l chetlaridagi qorlarni yig'ishtirish, chiqarib tashlash, past toifadagi avtomobil yo'llarining qatnov qismida qor qoplamini qiyalab tekislash va zichlash, qishki sirpanchiqni oldindan aniqlash hamda prognozlashtirishning avtomatlashtirilgan tizimlarini, shuningdek ko'priklar, yo'l o'tkazgichlar va turli sathdagi yo'l yechimlarida muzlamaga qarshi reagentlarni taqsimlashning avtomatlashtirilgan tizimlarini o'rnatish hamda saqlash.
Qishki sirpanchiqqa va muzlamaga qarshi materiallarni, transport vositalarini saqlash uchun yangi bazalarni hamda ishchi xodimlarni sutka davomida ish olib borishini ta'minlash uchun doimiy yoki vaqtinchalik bino va inshootlar barpo etish, mavjudlarni tiklash hamda ta'mirlash, ularga borish yo'llarini qurish, tabiiy sho'r suv olinadigan quduqlar qazish, jihozlash va ularga xizmat ko'rsatish, muzlamaga qarshi materiallarni tayyorlash, ularning zaxirasini yaratish va saqlash. Muzlamaga qarshi xususiyatlarga ega bo'lgan qoplamaning yuqori qatlamini qurish va saqlash, muzlarga qarshi kurashish, muzga qarshi inshootlarni qurish, sun'iy inshootlar yaqinida o'zanlarni tozalash va mustahkamlash, muzlarni yo'qotish, ko'chkiga qarshi chora-tadbirlarni amalga oshirish, ko'chki qatlamlarini yig'ishtirib olish. Ushbu tasnifda nazarda tutilmagan va qishki saqlash ishlari bo'yicha amalda bajariladigan ish turlari idoraviy qurilish normalari va qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi. Qish mavsumida yo'llarni saqlashning asosiy tamoyillari quyidagicha. Oldindan tayyorgarlik. Qish kirishidan oldin yo'l materiali, qum, tuz, reagentlar, texnika, xodimlar tayyorlanadi. Muzlanish va sirpanchiqlarga qarshi chora. Yo'l yuzasida muz hosil bo'lmasligi uchun sirpanish xavfi bo'lgan joylarda qum-tuz aralashmalari sepish, belgilash. Qor yog'ishi va qordan tozalash. Yog'gan qor vaqtida tezkor tozalash ishlari olib boriladi. Transport harakati xavfsizligini ta'minlash. Yo'l yuzasi holati, belgilari, ko'rinishi, drenaj tizimi yaxshi bo'lishi lozim. Nazorat va monitoring. Bunda ob-havo sharoiti, yo'l holati muntazam tekshiriladi. Zarur hollarda cheklov joriy qilinadi. Tizimli va uzluksiz saqlash, ya'ni qish davomida yo'llarni bir martalik emas, balki muntazam saqlash ishlari olib boriladi. Iqtisodiy samaradorlik. Resurslar, ya'ni materiallar, texnika, ishchi kuchlari oqilona ishlatiladi, isrof qilinmaydi. Ekologik jihatdan xavfsizlik. Bunda muzga qarshi ishlatiladigan kimyoviy moddalar atrof muhitga kamroq zarar yetkazadiganlardan tanlanadi. Quyida qish mavsumida yo'l saqlashga oid xalqaro tajribalar hamda olimlar, tadqiqotchilar tomonidan tavsiya etilgan standart usullarning asosiy jihatlari keltirilgan. International Federation for Municipal Engineering tomonidan tayyorlangan Best Practices in Winter Maintenance nomli hisobotida Skandinaviya va Shimoliy Amerikaning qish sharoitida yo'l saqlash bo'yicha ilg'or tajribalari tahlil qilingan. Masalan, qor va muz bilan kurashishda planirovka, tozalash, reagent va qum-tuz aralashmalari ishlatish, ekologik jihatdan xavfsiz usullar. World Association Winter Service Practice Innovation bo'yicha xalqaro seminarlar o'tkazib, ekstremal ob-havo sharoitida yo'l saqlash masalalarini muhokama qilmoqda. Transport Administration of Estonia veb-saytida Estoniya davlat yo'llarida qish mavsumida saqlash xizmatlari uchun 3 ta xizmat darajasi belgilanishi, har bir darajada planirovka, tozalash va muzga qarshi chora-tadbirlar uchun vaqt chegaralari belgilanganligi ko'rsatilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yo'l yuzasidagi sirpanchiqlik va muzlash xavfi bilan bog'liq holatlarda tezkor chora ko'rish, masalan, muzga qarshi reagent ishlab chiqish, tozalash, transport xavfsizligiga sezilarli ijobiy ta'sir qiladi. Tadqiqotlar ko'rib chiqadiki, qor yog'ishi, sirt harorati, muz hosil bo'lishi xavfi yo'l yuzasi sirpanishini oshiradi. Bunday holatlarda oldindan muzga qarshi aralashma, anti-icing va qor tozalash operatsiyalari qo'llanilishi lozim. Sensorlar va real vaqt kuzatuv texnologiyalari, masalan, yo'l yuzasi harorati, sirpanchiqlik holatini aniqlovchi jihozlar bilan jihozlash tadqiqotlarda ilgari surilmoqda. Masalan, Arctis University of Norway tadqiqotida turli sensorlar yordamida yo'l holatini baholash tajribalari muhokama qilingan. Ma'lumot asosli qaror qabul qilish tizimlari, masalan, Latviyada ishlab chiqilgan analitik model yo'l va ob-havo sharoitlariga ko'ra qishki yo'l saqlash xarajatlari va samaradorligini baholashga mo'ljallangan. Iqlim o'zgarishi ham yo'l saqlashga ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, Bergen, ya'ni Norvegiya shahrida olib borilgan tadqiqotlarda har +1 gradus o'zgarish qishda tozalash materiallari
xarajatini sezilarli darajada kamaytirishi mumkinligi qayd etilgan. Mazkur muassasaviy shaharsozlik normalari avtomobil yo'llari qo'mitasi korxonalari uchun mo'ljallangan bo'lib, qish mavsumida avtomobil yo'llarida yuzaga keladigan sirpanchiqqa qarshi ko'riladigan chora-tadbirlarni bajarishning asosiy qoidalarini belgilab beradi. Avtomobil yo'llarini qishki sirpanchiqni bartaraf etish ishlari bo'yicha yo'riqnoma muassasaviy shaharsozlik normalari sifatida O'zbekiston Respublikasining umumiy foydalanishdagi barcha qattiq qoplamaning xalqaro, davlat va mahalliy ahamiyatidagi avtomobil yo'llariga tatbiq etiladi. Qish mavsumida yo'llarda paydo bo'ladigan sirpanchiq turli ko'rinishdagi qor-muz qatlamlari natijasida yuzaga kelib, avtomobil bilan qoplama orasidagi ishlashish koeffitsiyentini kamaytirib yuboradi. Sirpanchiqning paydo bo'lishi avtomobil yo'llaridan foydalanish shart-sharoitlarini qiyinlashtiradi. Transport vositalari harakatlanish tezligini pasaytiradi va yo'l transport hodisalarini ortishiga olib keladi. Qish mavsumi davomida yuzaga keladigan sirpanchiqlikka qarshi chora-tadbirlar shaharsozlik normalari qoidalarining 2.01.01.22 loyihalash uchun iqlimiy va fizikaviy geologik ma'lumotlar va GOST 33397/2015 umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari sirpanchiqlikka qarshi materiallar, texnik talablar, normativ hujjatlari talablari asosida tashkil etilishi kerak. O'zbekiston Respublikasining turli hududlari uchun xos bo'lgan sirpanchiqqa qarshi tadbirlarning ko'p yillik o'rtacha ma'lumotlari yo'riqnomadagi ilova B da keltirilgan bo'lib, sirpanchiqni bartaraf etish bo'yicha ishlarni tashkil etishda muzlamaga qarshi sepiladigan materiallarni taqsimlash hisobga olinadi. E'tiboringiz uchun rahmat.